Bugun 50 ming so'mlik tren turniriga qo'shildim. Bu birinchi o'yin. Bolalar trenda asosiy narsa bor. Birinchi shot kim olsa, o'shanda shans ko'proq bo'ladi deb eshitganman. Birinchi shotni protivnik olib qo'ydi. Bolalar endi nima qilaman men? Endi shoshilib yugurib bormayman oldiga. Xotirjam bo'ldi, pik qilib shotni tenglashtirib oldim. Bolalar kim agar tren turniri o'ynagisi kelsa, meni Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar. Ertadan 8 talik yoki odam ko'p bo'lsa 16 talik turnir qilish niyatim bor. Slotlar albatta bepul bo'ladi. Hammani Telegram kanalida kutaman. Endi turnirga o'tamiz. Bolalar turnirni sizlar ko'rgilaring kelyapti-yu. Bolalar shu joyda ajoyib shot oldim. Bramjletgacha katta minus bo'lmadi. Shu menga foyda bo'ldi bolalar. Endi ko'proq shot olib, shotdan o'tib ketish kerak. Bundan tak что bunga shans bermaslik kerak. Bolalar operativnik oddiy o'yinchi emas ekan, o'rtacha o'ynaydigan igrok ekan, lekin men undan ham yaxshi o'ynayman. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Bolalar qisqasi buni bazasigacha keldim. Va xatolaridan foydalanib shotni tenglashtirib qo'ydim. Bolalar Telegram kanaliga o'tib qo'yamiz. Telegram kanalda tekin turnir qilib berishga harakat qilaman. Telegram kanal YouTube biosida bo'ladi. Qisqasi bo'ldi, bu joyda yana bitta shot olgan menga plus bo'ldi, 5 tur. Men bitta shot oldindaman, men shoshilmasdan o'ynasam bo'ladi endi spike o'yini. Bolalar bu joyda ajoyib pik qilib yana bitta shot o'zim hisobimga yozib qo'ydim. Video oxirigacha ko'ringlar. Oxirida kim yutgan taxmin qilib kommentariya yozib qo'yinglar. Bolalar bu joyda operativnik bazasini yurib chiqyapti, shoshilmasdan shot olamiz va 7 tur. Men shot oldinga o'tib ketdim. Endi operativnik shoshilib keladi yoki yana bitta yo'l bo'lib tursa o'yindan chiqib ketadi asabi buzilgandan. Bolalar kim TDMda pro igrok bo'lmoqchi bo'lsa kanalimizga qo'shilib qo'yinglar, chunki kanalda TDM yo'nalishida videolar olib chiqaman. Turnir haqida ham bo'ladi. Bolalar bu bola bilan 15 bo'ldi. Men keyingi etapga o'tdim. Atak 50 ming so'm yutib olsam sizlarga 2 ta 60 UC tarqataveraman, sizlarga va'da beraman. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi turnir o'ynasam videoga olib chiqsam, sizlarga yana YouTube'ga qo'yaman. Короче, YouTube kanalida aktiv o'yna qisqasi bo'ldi.